Bir odam bemor, tuzalmayapti. Tabibga bordi, doktorga bordi, zamonaviysini ham, eskisini ham qildi, foydasi bo'lmayapti. Juma kuni jumagacha yoqqan yomg'irni suvini bir toza idishga olib qo'ysin. Jumadan oldin yoqqan yomg'irni suvini bir toza idishga olib qo'ysin. Va bir ratil, yarim kilo asalni pulini, toza asalni pulini xotiniga mahr deb bersin. Masalan, toza asal 200 ming bo'lsa deylik, kilosi 100 ming pulni bersin xotiniga, bu mahr deb bergan bo'lsa ham. Olgandan keyin xotini, endi shu pulni menga qarz berib turing. Men asal sotib olaman. Qaytarib olib ayolidan hali pulni. Yarim kilo toza asal sotib olsin. Va hali jumadan oldin olib qo'yilgan yomg'irni suviga aralashtirib, och qoringa niyat, shifo niyati bilan o'sha suv asal tugaguncha iste'mol qilsin. Har kun och qoringa, nahor. Shifo niyati bilan. Shunda inshaalloh har qanaqa dardga shifo bo'lmasdan qolmaydi. Chunki Alloh hani